Assalomu alaykum. Bir kuni qiziq voqea bo'ldi. O'zim bilish yegani kamdan-kam kiraman. Ko'p yeb olmaydi, oshqozonga og'ir. Bu juda ko'pchilik endi bilish kerak bo'lgan narsa. Juda tez ko'p bilishadiganlar oshqozonni ishdan chiqarib o'rnadi. Mayli, mavzudan chetlanmaylik. Kirdim, kirishdan oldin bilishni olib, pulini to'lab kirib ketdim. Chiqsam, pul berasizmi? Aytdim, men pul berdim desam, ishonmaydi. Keyin manaqa pul, manancha narsa oldim, manancha narsa berdim deb tushuntirib qo'ydim, tushundi. U ishonmasligiga bitta sabab, bilishxonada shunaqangi qonundaqa bo'lib qolganki, hamma yeb bo'lib, keyin pul beradi. O'zi oshxonalarda ham shunaqangi odat bo'lib qoldi. Bu qanaqadir shu yegan narsamizni yeb bo'lib, olgan narsamizni yeb bo'lib, keyin chiqib berishga ishonchimiz komilligida bu qo'rqadigan holat. Buki men bir pasdan keyin yashayman. Haligi bir qonun bor-da, hayot qonuni bor, oddiydan murakkabga. Oddiy narsalarda shunga ko'nikib qolsak, qachondir namoz o'qiyman. Pensiyaga chiqsam namoz o'qiyman. Pensiyaga chiqsam hajga boraman. Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz-ku. Alloh taoloning oldida nima deb javob beramiz? Katta bo'lsam undoq qilaman, pensiyaga chiqsam undoq qilaman. Ertaga yashashimizga kim kafolat beradi? Shunga qarab, o'ylab, hech kimdan qarz bo'lmay, qarzga ovqat yemay, pulini berib qo'yib yeylik, qarz bilan o'tib ketib qolmaylik. Tiqilib qolib, o'sha yerda o'tib qolishimizga hech kim kafolat bermaydi, o'tmaydi, yashaydi, chiqib pulini beradi deb. Oddiy narsalarga ahamiyat beraylik. Keyin murakkablarni ham o'ylasak yaxshi bo'lardi. Shunaqa.